Agar asalari bu hayotdan sekin-sekin yuvib ketadigan bo'lsa, hayotda nima o'zgarishlar bo'ladi? Avvalo, butun dunyoda narx-navo kosmik darajada oshib ketadi. Mevalarimiz 70% ga kamayib ketadi. Qulupnay, olma, gilos, tarvuz tarixga kiradi. Hatto nonning narxi 20 baravar oshib ketadi. Hayvonlar oziqsiz qoladi. O'zidan o'zi yem topadigan o'rmonda ham hayot barbod bo'ladi. Asalarilar yo'qolsa, insoniyat 4 yildan keyin oziq-ovqat inqirozining eng xavfli bosqichiga kiradi. Tabiatning 70% zanjiri uziladi. Bir o'simlik yo'qoladi, uni yegan hasharot yo'qoladi, uni yegan qush yo'qoladi. Butun zanjir qulashi boshlanadi. Jahondagi eng yirik hosillar paxta, bodom, sitrus mevalar tanazzulga uchraydi. Asalarilar yo'qolishi global ocharchilikni tezlashtiradi. Sababi chorvaga yem yetishmaydi, go'sht kamayadi, sut kamayadi, oziq-ovqat bozorida favqulodda holat yuzaga keladi. Xullas, qisqasini aytganda, asalari bo'lmasa butun hayot to'xtaydi. Bu gaplarimni eshitib siz qilib qolgan bo'lsangiz kerak. Hozirgi paytda o'zi muammolarim ko'paydi, yana muammo qildingiz deyishingiz ham mumkin, lekin bu narsalarni aytmasam bo'lmasdi. Bu video siz uchun ham, biz uchun ham foydali bo'lishi uchun endi bu asalarilarni mahsulotlarini ko'rsatib ketamiz. Bu video kontentni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, endi siz bizga begona emassiz. Sizni oilangiz uchun, yo o'zingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun asal kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bizga qilib beramiz. Bizdan bir banka asal olib yeb ko'rsangiz, aniq klient bo'lib qolasiz. Chunki biz sifatga ishlaymiz, narxiga emas. Siz ana asal sizga shunaqangi yoqadiki, tanishlaringiz, qo'shnilaringiz asal so'rasa, Ziyod asalchiga telefon qilgan, o'shanda yaxshisi deb aytib yuborasiz. Shunaqa deb aytishingiz uchun ham biz asalni sifatiga ahamiyat berganmiz, narxiga emas.